Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun amaliy matematika fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi o'tadigan mavzuimiz aniqmas integral. Rejalarimiz quyidagicha. Birinchi rejamiz boshlang'ich funksiya tushunchasi va aniqmas integral ta'rifi. Ikkinchi rejamiz aniqmas integral xossalari. Uchinchi rejamiz asosiy aniqmas integrallar jadvali. To'rtinchi rejamiz asosiy integrallash usullari. Boshlang'ich funksiya aniqmas integralining ta'rifi. Hosila topish masalasida quyidagi masala qo'yiladi. Berilgan fx funksiyasi bo'yicha uning hosilasini toping. Ya'ni f' x teng fx bo'ladi. Boshlang'ich funksiya topish masalasi unga teskari bo'lgan masala yechiladi. Agar funksiyaning hosilasi berilgan bo'lsa, funksiyani o'zini topish masalasi qo'yiladi. Birinchi ta'rif. Katta fx funksiya qandaydir x to'plamda kichkina fx funksiyaning boshlang'ich funksiyasi deyiladi. Agar barcha xlar uchun f' x teng fx, ya'ni hosilasi teng bo'lsa. Misol, kichkina fx teng x kub funksiya uchun katta fx teng x darajasi 4 bo'lingan 4 funksiya boshlang'ich funksiya bo'ladi. Haqiqatan ham ta'rifga asosan katta fx funksiyadan hosil olib ko'ramiz. X darajasi 4 bo'lingan 4 ning hosilasini olsak, 4 oldiga tushib 4x darajasi 3 bo'ladi va 1 bo'lingan 4 koeffitsient oldiga qo'yiladi. 4lar qisqarib ketib, mana natijada x kub bo'lyapti. Bu esa kichkina fx funksiyaga tengdir. Ko'rinib turibdiki, fx teng x darajasi 4 bo'lingan 4 plus c ko'rinishdagi funksiya ham berilgan funksiyaning boshlang'ich funksiyasi bo'ladi. Bu yerda c o'zgarmas. Chunki hosilasini olganimizda c o'zgarmasining hosilasi 0 ga teng bo'lib, yana x kub hosil bo'ladi. Ikkinchi ta'rif. Kichkina fx funksiyaning x to'plamdagi fx plus c boshlang'ich funksiyalar to'plami aniqmas integral deyiladi va quyidagicha belgilanadi. Integral fx dx teng katta fx plus c. Bu yerda mana bu belgi integral belgisi deyiladi. Fx esa integral asli funksiya deyiladi. Fx dx esa integral asli ifoda deyiladi. X esa integrallash o'zgaruvchisi deyiladi. Fx funksiya uchun boshlang'ich funksiya topish jarayoni fx funksiyani integrallash deb ataladi. Teorema. AB oralikda berilgan har qanday uzluksiz fx funksiya uchun shu oralikda boshlang'ich funksiya, ya'ni aniqmas integral mavjud. Aniqmas integral xossalari. Birinchisi, integral fx dx ning hosilasi fx ga teng. Ikkinchisi, integral f' x dx teng fx plus c. Uchinchisi, integral c ko'paytirilgan fx dx teng c ko'paytirilgan integral fx dx. Ya'ni o'zgarmasli integral belgisidan tashqari chiqarish mumkin. Bu yerda c o'zgarmas. To'rtinchisi, fx plus minus jx ning integrali fx ning integrali plus minus jx ning integrali, ya'ni yig'indini integrali qo'shiluvchilar integrallarining yig'indisiga teng. Beshinchisi, agar integral fx dx teng fx plus c bo'lsa, u holda integral fu dx teng katta fu plus c bo'ladi. Bu yerda u teng vx uzluksiz hosiliga ega bo'lgan ixtiyoriy funksiya. Oltinchisi, agar integral fx dx teng katta fx plus c bo'lsa, u holda integral f kx plus b dx teng 1 taqsim k f kx plus b plus c bo'ladi. Bu yerda k birlar haqiqiy sonlar, k nollar farqli. Asosiy aniqmas integrallar jadvalini ko'ramiz. Birinchisi, integral dx teng x plus c. Ikkinchisi, integral x darajasi n dx teng x darajasi n plus 1 bo'lingan n plus 1. Ya'ni darajali funksiyani integrallaganimizda daraja ko'rsatishga 1 ni qo'shib, shu n plus 1 ga bo'lib qo'yamiz. Integral dx taqsim 2 ildiz x teng ildiz x plus c. Keyingisi, integral dx taqsim x teng ln x plus c. Natural logaritm x plus c ga teng bo'ladi. Beshinchisi, y darajasi x dx teng y darajasi x plus c bo'ladi. Oltinchisi, integral a darajasi x dx teng a darajasi x bo'lingan ln a plus c.
7-si cosinus x ning integrali sinus x ga teng. 8-si sinus x ning integrali minus cosinus x ga teng. 1 bo'lingan cosinus kvadrat x ning integrali tangens x ga teng. 1 bo'lingan sinus kvadrat x ning integrali minus kotangens x ga teng. 1 bo'lingan 1 plus x kvadrat ning integrali arctangens x ga teng. Integral 1 bo'lingan ilzosi 1 minus x kvadrat dx teng arcsinus x ga teng. Integral 1 bo'lingan a kvadrat plus x kvadrat dx teng 1 bo'lingan a arctangens x taqsim a plus c. Integral 1 bo'lingan ilzosi a kvadrat minus x kvadrat dx teng arcsinus x taqsim a plus c. Integral 1 bo'lingan ilzosi x kvadrat plus minus a dx ln x plus ilzosi x kvadrat plus minus a plus c ga teng. Endi asosiy integrallash usullarini ko'rib chiqamiz. Bevosita integrallash usuli bor, integrallar ostida o'zgarishni almashtirish usuli bor, bo'laklab integrallash usullari mavjud. Bevosita integrallash usuliga doir misollar ko'ramiz. Integral dx bo'lingan x darajasi 5 teng integral 1 bo'lingan x darajasi 5 dx. dx ni kasrni yoniga tushirib olyapmiz. 1 bo'lingan x darajasi 5 ni x ning minus 1-darajasiga olyapmiz. Va x darajasi n ni formulasiga solamiz. X darajasi minus 5 plus 1, mahraja esa minus 5 plus 1. Natijada minus 1 bo'lingan 4x darajasi 4 plus c bo'ladi. Keyingi misol. Integral x kub ko'paytirilgan ilzosi x dx. Integral ostida ko'paytma bo'lyapti. Biz bu ko'paytmalarni birlashtirib olamiz. Integral x kub ko'paytirilgan ilzosi x ni x darajasi 2 dan 1 deb olamiz va ularning daraja ko'rsatkichlarini qo'shamiz. Natijada integral x darajasi 7 bo'lingan 2 dx bo'lyapti. Formulaga qo'yib, unga 1 ni qo'shib, shunga bo'lamiz. Natijada x darajasi 9 taqsim 2, mahraja 9 taqsim 2 plus c teng. Uni soddalashtirib olsak, 9 dan 2 x darajasi 4 ko'paytirilgan ilzosi x plus c ga teng bo'lyapti. 3-si integral 5 sinus x minus 4 darajasi x plus 7 bo'lingan x dx. 3 ta funksiyani yig'indisining integrali. Mana alohida 5 sinus x dan integral olyapmiz, 4 darajasi x dan integral olyapmiz va 7 bo'lingan x dan integral olyapmiz. Natijada integralda natija chiqyapti. Integral ostida o'zgarishni almashtirish usuli. Integral f x ko'paytirilgan f' x dx ko'rinishdagi integrallar mavjud. Amaliyotda ko'pincha yuqoridagi ko'rinishdagi integrallar uchraydi. Bu integralda f' x ko'paytmani differensial ostiga olamiz va quyidagi almashtirishni qaraymiz. f' x dx ni dfx deb olamiz. Endi fx ni t deb belgilab olamiz bu yerda. Natijada aniqmas integralni hisoblashda o'zgarishni almashtirish formulasini hosil qilamiz. Integral f(x) ko'paytirilgan f'(x) dx teng f'(x) dx teng dfx. Almashtirish qilib olyapmiz. Hop. Integral f(x) ko'paytirilgan dfx teng t teng fx deb olgan bo'lsak, integral ft dt bo'lib qoladi. Soddalashib qoladi. Bo'laklab integrallash usulini ko'rib o'tamiz. U teng ux va v teng vx differensiallanuvchi funksiyalar bo'lsin. U holda bo'laklab integrallash formulasi o'rinli bo'ladi. Integral u dv teng u ko'paytiruv v minus integral v dv. Shuning bilan bugungi ma'ruza darsimizni yakunlaymiz. Quyidagi nazorat savollariga javoblar yozasizlar degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.